Assalomu alaykum. Akashimiz. Bitta iltimos bor edi, uzrli vaziyat berib qoldi. Yonimga pulim tugab qolgandi. Kreditgacha borishim kerak, iloji bormi? Tekinga ketishni. Kim aytadi o'zi dedilar. Ayli, kutamiz endi. Assalomu alaykum. Akashimiz. Uzrli holat bo'lib qoldi. Yonimga pulim tugab qolgandi, kreditga yetib borishim kerak edi. Iloji bormi aytishni? Yo'q, mayli. Sog' bo'ling. Yo'llari yo'qganda bilmasa aytaman dedilar. Assalomu alaykum, akasimsiz. Bitta uzrli vaziyat bo'lib qoldi. Yonimga pulim tugab qolgandi. Iloji bo'lsa kreditgacha borishim kerak. Aytib bilasizmi? Aytib bilasizmi? Gap yo'q aka. Chetroqqa saqlang aka. Chetroqqa saqlang. Saqlang. Mikrofonni qo'yaylik. Biz kontent olib turgandik. Ildiramiz sizga. Siz eksperiment 2-3 odam yo'q dedi. Siz rozi bo'ldingiz. Nima uchun rozi bo'ldingiz aka? Qayerga keling? Qaychilik nima narsa bilan? Bo'lgan bunaqa voqealar. Ismingiz nima? Nimasi? Ravshan. Ravshan aka, oyog'ingiz o'lchami nechi? Yo'q, 40 Bo'ldi. Gap yo'q lekin akamga respekt. Aka? Yo'q, sizga sovg'a. Oling. Qo'yaver. Ichini ochingchi, bormi o'zi? Bor ekanmi? Bor. Bo'yoq kimizga sovg'a aka. Yaxshi kunlar kiyasiz. Rahmat. Gap yo'q lekin aka. Sog' bo'ling, mayli, ishlar yomon, charchaman. Zel ko'rsatmaydi. Bu hali hammasi emas. Agar Instagramdan patingachi profiliga obunachi bo'lgan bo'lsangiz, yana bitta yo'q qo'shib beramiz. Bilmadim lekin bo'lganman. Ko'ramiz, telefoningiz bormi? Keling ko'ramiz. Obuna bo'lmagan ekanlar. Xursandmisiz muhimi? Mayli, yaxshi kunlar rahmat. keling aka. Sog' bo'ling. Do'stlar, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Shunchaki obuna berib qo'ying.